Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi rejalashtirish va resurslarni boshqarish. O'tgan darsda real vaqt operatsion tizimining ichki mexanizmlarini ko'rib chiqdik. Yadro qanday ishlashini, kontekst almashinuvi nima ekanligini bilib oldik. Lekin bitta savol ochiq qoldi. Yadro protsessorni qaysi vazifaga berishini qanday hal qiladi? Bugun aynan shu savolga javob beramiz va javob shunchaki so'z bilan emas, formula bilan bo'ladi. Bu ma'ruza kursimizdagi eng matematik ma'ruza hisoblanadi. Bizda 3 ta algoritm bor: RMS, EDF, DM algoritmlari. Har birini o'z tekshirish sharti bor. Biz bu shartni qog'ozda raqamlar bilan yechamiz. Shuning uchun daftaringizni olib, kalkulyatorni tayyorlab qo'yishingiz mumkin. Doskaga yozilgan narsalarni, ekranda yozilgan narsalarni daftaringizga ko'chirib olsangiz bo'ladi. Ma'ruzani yarmi birgalikda hisoblash bo'ladi. Demak, ogohlantirsam, bugungi sonli misollar imtihonda, ya'ni yakuniy nazoratda aynan takrorlanishi mumkin. Ular tayyor javob emas, usul bo'ladi. Usulni tushunsangiz, raqamlar o'zgarsa ham yechib bilasiz. Ma'ruzani ikkinchi qismi amaliyroq. Vazifalar bir-biri bilan resurs bo'lishganda nima bo'ladi, nima uchun butun nazariya buzilishi mumkin va uni qanday tiklaymiz? Demak, ekranimizda 5 ta band bor. Bular ketma-ketligi har biri oldingisiga tayangan holda bo'ladi. Birinchisi vaqt ko'rsatkichlari va vazifa modeli. Bu yerda 3 ta atamani aniq ajratamiz. Demak, latency javob vaqti, response time va deadline. Talabalar ularni doim chalkashtiradi, uchsini. Keyin har bir vazifani 3 ta son bilan yozishni o'rganamiz. Masalan, STD deb nomlaydigan bo'lsak, ana qog'ozning ichidagidek. Ikkinchi bandimiz rejalashtirish algoritmlari tasniflari. Masalan, statik va dinamik, prioritet nima? Preemptive va kooperativ. Demak, bu yerda preemptive va kooperativ rejim nimasi bilan farq qiladi? Bu tasnif kelajakda har qanday yangi algoritmni joyiga qo'yishga bizga yordam beradi. Uchinchisi bu matematik yadro. Utilizatsiya nima? Uni qanday hisoblaymiz? RMS kafolat chegarasi qayerdan chiqadi? EDF ning sharti nima uchun boshqacha? Butun qolgan ma'ruza aynan shu bandga tayanadi. 4-band. 3 ta algoritmning o'zi. Har biri uchun prinsip, sonli misol va taqqoslash bo'ladi. Bu yerda biz jadval chizamiz va vaqt o'qi bo'yicha sanaymiz. 5-band. Resurslarni boshqarish, nazariya vazifalari bir-biridan mustaqil deb faraz qiladi. Amalda ular bitta buferni, bitta datchikni, bitta shinani bo'lishadi. Bu faraz buzilganda nima sodir bo'lishini ko'rib chiqamiz. 3 va 4-bandlarni juftlashtirib o'qisak bo'ladi. Test bu qoidani ishonchli ekanini isbotlash. Algoritm esa qoidaning o'zi hisoblanadi. Demak, biri ikkinchisiz ma'nosiz narsaga aylanishi mumkin. Endi muammoni o'ziga o'tsak. Muammoni juda aniq qo'yadigan bo'lsak, sizda bitta protsessor bor. Unda bir nechta vazifa ishlashi kerak. Har birining o'z davri va o'z muddati bor. Ya'ni o'z davri va o'z deadline bor. Tasavvur qiling, siz dvigatel kontrollerini yoqasiz. 3 ta vazifa bor. Birinchisi sensorni o'qish. Masalan, har 4 millisekundda. Ikkinchisi boshqaruv hisobi har 6 sekundda. Uchinchisi diagnostika har 8
millisekundda. Hammasi millisekundda bo'ladi. Demak, bu yerda 4, 6, yana demak har 8 sekundda bo'lsin. Uchalasi ham bitta protsessorga da'vogarlik qiladi. Bir lahza ichida ikkitasi baravar tayyor bo'lsa, protsessor kimga tegadi, ya'ni qaysi biri birinchi ishlaydi? Ekranning o'rtasida asosiy savolimiz yozilgan. Har bir lahzada protsessor qaysi vazifaga berishi kerakki, birorta ham vazifa o'z muddatini o'tkazib yubormasin. Ya'ni savolga e'tibor beradigan bo'lsak, eng tez ishlasin degan savol yo'q. Eng tez ishlasin emas, bizga tezlik emas, kafolat kerak. O'tgan darslarimizda takrorlaganimizdek. Demak, ular pastda ikkita blokda ko'rsatilgan. Masalan, birinchi javobni oladigan bo'lsak, bu rejalashtirish siyosatida bu yerda masalan policy deb yozilgan, rejalashtirish siyosati ingliz tilida. Bu oddiy qoida, masalan, qaysi vazifa muhimroq, masalan, davri kichik bo'lgani muhimroq yoki muddati yaqinroq bo'lgani muhimroqmi, qaysi biri? Ikkinchi javobimiz esa bular kafolat testi. Ya'ni kafolat testi bu schedule ability test. Bu matematik isbot, shu qoida bilan barcha deadline bajariladimi? Faqat siyosati yetarli bo'lmaydi. Bizda qoida bor, lekin u ishlashini bilmaymiz. Faqat test ham yetarli emas. Testsiz qoida yo'q. Shuning uchun qoidani ham, testni ham, siyosatni, demak, ikkalasi juft bo'lib ishlaydi. Eng pastidagi mana 4 ta belgiga qarasak, bu butun ma'ruzamizni alifbosi hisoblanadi. Hozir yodlab olsangiz ham bo'ladi. Demak, bu yerda S viset eng yomon holatdagi bajarilish vaqti. Vazifa protsessorni necha millisekundda egallab oladi. T bu bizda davr hisoblanadi, ya'ni period. Davriy vazifani takrorlash oralig'i. Sensor har 4 millisekundda o'qisa, demak T 4 ga teng bo'ladi. D bu deadline, nisbiy muddat. Vazifa kelganida qancha vaqt ichida tugashi shart, vazifani tugashi shart bo'lgan nisbiy muddati. Bu utilizatsiya, protsessor vaqtidan necha foiz band ekanini ko'rsatadi. Bu yerda ko'p beriladigan savolga javob berib o'tsam, nima uchun shunchaki tezroq protsessor olmaymiz? Uni sabablari bor. Birinchisi, narxida. O'rnatilgan tizimlarda protsessor narxi mahsulot narxini sezilarli qismi hisoblanadi. Avtomobilni 100 dan ortiq boshqaruv bloki bor, lekin har birining narxi hisobga olinadi. Bu avtomobil narxini ham ta'sir qiladi, qimmatlashib ketishini ham sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu energiya. Tezroq protsessor ko'proq quvvat yeydi, ko'proq issiqlik chiqaradi. Batareyada ishlaydigan qurilmada bu hal qiluvchi hisoblanadi. Shuning uchun ham demak tezroq protsessor olib bo'lmaydi. Uchinchidan va eng muhimi, tez kafolat bermaydi. Tezlikka kafolat bermaydi. Protsessorni 2 barobar tezlashtirsangiz ham o'rtacha vaqt 2 barobar kamaymaydi. Lekin agar prioritetlar noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, muhim vazifa baribir kechikadi. Tezlik masalani yechmaydi. Endi vaqt ko'rsatkichlarini ajratamiz. Demak, latency, response time va deadline bizani 3 ta eng asosiy kattaliklarimiz. Endi bu yerda ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng chapda hodisa deb yozilgan, hodisa. Bu nimadir sodir bo'lgan lahza. Masalan, tugma bosildi, datchik chegaradan o'tdi, tarmoqdan paket keldi, nechikdir bir paket keldi. Hodisadan keyin birinchi
kulrang bo'lak bo'ladi. Kutish, ya'ni latency, sariq bo'lak, kulrang debman, sariq bo'lak. Latency. Endi bu vaqt ichida bizda vazifa hali ishlamayapti. Hali hodisa kelib turibdi, navbatda turibdi. Yadro uzilishini qayta ishlayapti, kontekstni almashtiryapti yoki boshqa vazifa protsessorni egallab turgan bo'lishi mumkin. Keyin esa u boshlandi degan nuqtaga yetib keldi. Boshlandi degan nuqtaga yetib keldi. Endi demak bu yerdagi ko'k bo'lakimiz boshlanadi. Bajarilish vaqti demak. Vazifa haqiqatdan protsessorda ishlayapti. Hodisa keldi, kutib turdi. Undan keyin bajarilish vaqtida demak vazifamiz bizni bajarilib turibdi. Undan keyin tugadi nuqtasiga yetib keldi. Tugadi nuqtasidan keyin esa ya'ni slack bo'lagiga yetib keldi, ya'ni zaxira bo'lagi. Bu deadlinegacha qolgan bo'sh vaqti. Mana shu yerda deadlinegacha vazifa tugadi. Bunda deadline ikkisini orasida demak zaxira vaqtimiz qoldi bizda. Endi tarifni aniqlashtiradigan bo'lsak, bizda demak latency hodisa yuz berganidan vazifa ishga tushirilgangacha bo'lgan vaqt. Hodisa yuz berdi. Vazifa boshlangungacha bo'lgan vaqtimiz bizda demak latency, ya'ni kutish vaqti bo'ladi ekan. U tizimni sezgirligini o'lchab beradi. Javob vaqti, ya'ni response time. Demak bu hodisani natija tayyor bo'lgunga qadar o'tgan to'liq vaqt. Demak kutish plus bajarilish vaqti umumiy bizda response time bo'ladi. Ya'ni kutib turib vazifani bajarilganligi bizda response time hisoblanadi. Keyingisi demak o'zi latency bilan response time'ni ko'pchilik adashtiradi, chalkashtiradi, lekin bir jumla bilan aytadigan bo'lsak, latency boshlangunga qadar bo'lgan vaqt, response time esa tugaguncha bo'lgan vaqt. Demak, latency boshlanishigacha bo'lgan vaqt, response time esa ham boshlanishigacha bo'lgan vaqt, bajarilish vaqti ikkalasini qo'shganda demak response time bo'ladi. Hayotiy misol aytadigan bo'lsak, masalan, lift tugmasini bosdingiz, liftga chiqdingiz. Masalan, 500 millisekunddan keyin displeyda chiroq yondi. Bu latency. Knopkani bosdingiz, bosgandan keyin chiroq yongungacha sezilar sezilmas millisekundlar ichida bo'lib o'tadi. Bu latency bo'ladi. Lift eshigi ochilgunga qadar 5 soniya o'tdi. Bu liftga chiqmoqchi bo'lganimizda bu response time bo'ladi. Endi uchinchisi bu deadline. Bu natija albatta tayyor bo'lishi kerak bo'lgan so'nggi nuqta hisoblanadi. Demak, bizda doimo ya'ni response time'imiz deadline'ga teng yoki undan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni eng yomon holatdagi javob vaqti deadline'dan oshmasligi kerak. Bu tengsizlik butun kursni yuragi hisoblanadi. Demak, R maksimum deymiz, R maksimum. Endi tushunib olasizlar. R maksimum kichik yoki teng D ga. R maksimum ya'ni maksimum javob vaqti. O'rtacha emas, real vaqt tizimida o'rtacha qiymat hech narsani kafolatlamaydi. Demak, maksimum javob vaqti. Nima uchun? Chunki tizim 1000 marta yaxshi ishlab, 1001 safar buzilsa, bu baribir nosozlik hisoblanadi. Masalan, yurak stimulyatori o'rtacha yaxshi ishlashi kerak emas, u har safar yaxshi ishlashi kerak bo'ladi. Chunki bu inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan narsa. Endi vazifani o'zini rasmiy model bilan yozadigan bo'lsak,
Bu yerda yana modelimiz ko'rsatilgan. Rejalashtirish nazariyasi har bir vazifani 3 ta son bilan tavsiflaydi. Bu model ya'ni haqiqatning soddalashtirilgan tasviri. Ekranning yuqorisida mana vaqt o'qi bor. Unda ketma-ket bloklar chizilgan. Har bir o'qlar vazifani navbatdagi kelishi, masalan, release. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, bajarilishi, uzunligi, deadline. Demak, har bir davr uchun bizga bloklar chizib berilgan vaqt o'qinda. Bu yerda t-ni ko'radigan bo'lsak, bu bizada davr. Ko'p holatda dt bir xil deb olinadi. Bajarilish davri bilan deadline ikkalasi bir deb olinib ketishi mumkin. Vazifa keyingi kelishi tugashi kerak. Bu implicit deadline deyiladi. O'zbekchada yashirin muddat eng keng tarqalgan holat hisoblanadi. Lekin umumiy holda d kichikroq bo'lishi mumkin. Masalan, sensor har 10 millisekundda o'qilishi mumkin, ammo natija 3 millisekund ichida kerak bo'lsa, bu holda d 3 ga, t 10 ga teng bo'ladi. Masalan, davrimiz 10, lekin bizada deadline'imiz 3 millisekundda bo'ldi. Bu farqni yodda tutish kerak. D dan t kichik bo'lganda RMS algoritmi ishlamay qoladi. Bizga deadline monotonik kerak bo'ladi. O'tgan darsda o'tdik-ku, monotonik bilan mono bilan multisini o'tdik. Buni 12-slaydda yana ham ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Pastda 3 ta vazifa turi berilgan. Birinchisi davriy vazifa, periodik. U qat'iy t oralig'ida takrorlanadi. Eng bashoratli tur hisoblanadi. Boshqaruv sikllari, sensor o'qish, bit hisobi hammasi davriy hisoblanadi. Ikkinchisi sporadik vazifa bo'ladi. U tasodifiy paytda keladi, lekin ikki keluv orasida minimal oraliq kafolatlangan. Masalan, tugma bosilishi tasodifiy, ammo odam sekundiga 10 martadan tez bosa olmaydi. Sporadik vazifani ajralib turadigan xususiyati bor. Uni davriy vazifadek tahlil qilish mumkin. Minimal oraliqni t deb olamiz. Eng yomon holat aynan shunda. Bu bizga nazariyani kengaytirish imkonini beradi. Uchinchisi aperiodik vazifa. Keluv payti namuna umuman bashoratsiz. Ikki hodisa ketma-ket kelishi mumkin. Bunday vazifaga qat'iy kafolat berib bo'lmaydi. Aperiodik vazifalar alohida server orqali xizmat qilinadi. Polling server yoki sporadik server deb ataladi bular. Ular protsessor vaqtini ma'lum ulushini ajratib qo'yadi. Misol uchun, foydalanuvchi interfeysi aperiodik bo'lsa, odam istalgan paytda tugmani bosadi. Shuning uchun uni past prioritetli fon vazifasi qilib qo'yishadi. Interfeys biroz sekinlashsa, hech narsa bo'lmaydi. Boshqaruv sikli kechiksa, dvigatel buziladi. Shuning uchun sal sekinlashtirib qo'yishadi. Modelga yana bitta tushuncha qo'shsak, bu jitter. Keluv yoki tugash paytining tebranishi. O'tgan darsda ham ko'rib o'tdik bu jitterni. Ideal modelda davriy vazifa aynan har t millisekundda keladi. Amalda timer uzilishi biroz kechikishi mumkin. Bu tebranish jitter deb ataladi. Nima uchun jitter muhim? Boshqaruv nazariyasida namuna olish oralig'i teng bo'lishi kerak. Agar sensor gohida 9, gohida 11 millisekundda o'qilsa, hisoblangan hodisa noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun talab shunday yoziladi. Sensor har 10 millisekundda plus minus 0,5 millisekund aniqlikda o'qilsin. Bu 0,5 ruxsat etilgan jitter hisoblanadi. Endi algoritmlarning turlarini ko'ramiz. Jadvalda 3 ta mustaqil mezon bor. Demak, prioritet turi, siqib chiqarish, qaror payti.
har biri bo'yicha algoritm ikki turga bo'linadi. Mustaqil degani ular bir-biriga bog'liq emas va birga kombinatsiya hosil qiladi. Birinchi qator prioritet turi. Bu statik prioritet, ya'ni fiksatsiyalangan. Bunga RMS va DM kiradi. Prioritet oldindan beriladi va o'zgarmaydi. Dinamik prioritet EDF va LST prioritet ishlash vaqtini qayta hisoblanadi. Amaliy izohga qaraydigan bo'lsak, statik tahlil oson, dinamik samaradorlik yuqori bo'ladi. Bu asosiy murosa hisoblanadi. Ikkinchi qator siqib chiqarishni ko'radigan bo'lsak, ingliz tilida bu preemption deb aytiladi. Preemptive bu preemption. Preemptive rejimda yuqori prioritetli vazifa kelsa, u past prioritetli darhol to'xtatib o'zi chiqib ketaveradi. No-preemptive yoki kooperativ rejimda vazifa o'zi tugagungacha prosessorni tashlab keta olmaydi. Zamonaviy ertoslar deyarli har doim preemptiv, sababi oddiy kooperativ rejimda uzun vazifa qisqasini kutib qo'yadi va latency bashoratsiz o'sib ketaveradi. Raqam bilan ko'rsatsa, kooperativ tizimda eng uzun vazifa 20 millisekundda ishlaydi. Demak, bu yerda kooperativimiz 20 millisekundda ishlaydi deb olsak, har qanday vazifa eng yomon holatda 20 millisekundda kutishi mumkin. Masalan, sizning muddatingiz 5 millisekund bo'lsa, kafolat yo'q hisoblanadi. Preemptiv tizimni esa kutish vaqti faqat yuqori prioritetli vazifalarga bog'liq. Past prioritetli vazifa qancha uzun bo'lsa ham, u sizni to'xtata olmaydi. Kooperativ rejimni ham o'z sohasi bor. Unda kontekst almashinuvi ham, resurs muammosi ham deyarli yo'q, chunki vazifa o'zi tanlagan nuqtada to'xtaydi. Juda kichik mikrokontrollerda u hali ham ishlatiladi. Endi uchinchi qator qaror payti. Offline rejimda butun jadval oldindan tuziladi. Yadro faqat jadvalni bajaradi. Online rejimda yadro har hodisada yangi qaror qiladi. Aviatsiyada offline jadvalni afzal ko'rishadi, sababi oldindan tuzilgan jadvalni tekshirish oson va sertifikatlash ham arzon bo'ladi. Hech qanday kutilmagan holat bo'lmaydi, chunki har bir millisekund oldindan yozib qo'yilgan bo'ladi. Endi bu uch mezonni birlashtiradigan bo'lsak, RMS statik prioritetli, preemptiv, online algoritm. Ko'ryapsizmi? 3 mezondan 3tasi ham qatnashdi. Pastdagi ikkita kartaga o'tadigan bo'lsak, demak, bu deterministik jarayon. Bir xil kutishda, bir xil kirishda har safar bir xil natija va bir xil vaqt bo'ladi. Javob vaqti kafolatlangan. Hard real time tizimlarda bu majburiy. ABS, avtopilot, yurak stimulyatori, ya'ni pacemaker. Nodeterministik jarayonlarni ko'radigan bo'lsak, bajarilish vaqti yuklama va sharoitga qarab o'zgaradi. Kafolat faqat statik bo'ladi. Holatlarni 99% bo'ladi. Bu video oqim, web server yoki onlayn o'yin uchun yetarli hisoblanadi. O'tgan darsimizda ko'rib chiqqanimizdek. Muhim xulosani shu yerda aytib o'tadigan bo'lsak, rejalashtirish nazariyasi faqat deterministik model ustida ishlamaydi. Shuning uchun bizga S qiymati, ya'ni V set aniq bo'lishi shart. Endi matematik yadrosiga o'tadigan bo'lsak, prosessor, ya'ni bu slayd bugungi mavzumizning markazi hisoblanadi. Demak, buni daftarlaringizga ko'chirib olsangizlar ham bo'ladi. Yuqorida asosiy formula tartibi utilizatsiya u bo'ladi. Bu barcha vazifalar uchun S bo'lingan, ya'ni SI bo'lingan DI ni yig'indisi hisoblanadi, ya'ni summa bo'lsa
yig'indisi hisoblanadi. Prosessor to'liq yuklanishi 0 dan 1 gacha masalan. Ma'nosini oddiy qilib aytadigan bo'lsak, har bir vazifa t millisekundda 1 marta keladi. S millisekundda esa ishlaydi. Demak, u prosessor vaqtini s bo'lingan t ulushini talab qiladi. Misol S2 T10 bo'lsa, demak vazifa masalan 2 endi tushunib olasizlar, 2 taqsim 10 bo'ladigan bo'lsa, demak 10 millisekundda 2 millisekund ishlaydi. Bu prosessorni 20% 0.2 bo'ladi shunda. Barcha vazifalar ulushini qo'shsak, umumiy yuklamani olamiz. Demak, buni yozsak bo'ladi bizga 0.2. Barcha vazifalar ulushini qo'shsak, umumiy yuklamani olamiz. U 0 gacha bir oralikda bo'ladi. Bu 1 bu 100% hisoblanadi. 0 dan 1 gacha oralikda bo'lsa, birimiz bizada 100% hisoblanadi. Agar u 1 dan katta chiqsa, gap tamom. Hech qanday algoritm yordam bermaydi bizga. Siz prosessorda mavjud bo'lganidan ko'proq vaqt talab qilyapsiz. Bu fizika qonuni, algoritm masalasi emas. Endi RMS uchun yetarli shartga qo'yamiz. Qaraymiz. U kichik yoki teng n karra 2 ning n dan 1 darajasi minus 1 bo'ladi. Demak, bu yerda ko'radigan bo'lsak, endi RMS uchun yetarli shartga qaraymiz. U kichik yoki teng n ko'paygan 2 darajasida 1 taqsim n minus 1. Bu formulani birga hisoblab chiqamiz. N bu bizda vazifalar soni. N vazifalar soni. N 1 ga teng bo'ladi deb oladigan bo'lsak, 2 ni birinchi darajasi 2 ga teng. N ni 1 deb oldik. 2 ni birinchi darajasi 2 ga teng. 2 minus 1 teng 1 bo'ladi. Keyin 1 ga 1 ni ko'paytirsak, ya'ni bitta vazifa prosessorni 100% egallashi mumkin bo'lgan mantiqiy javob chiqadi. Agar biz n ni 2 deb oladigan bo'lsak, 2 ni yarim darajasi bu 2 dan kvadrat ildiz chiqqani bo'ladi. Ya'ni 1.414 bo'ladi. Undan 1 ni ayiramiz. Demak, bu yerda 1 ni ayiramiz. 0.414 bo'ldi. Endi 1 ni ayirib tashlaganimizdan keyin uni 2 ga ko'paytirsak, chunki n'imiz 2 dan 2 ga ko'paytirsak, demak 259 ga teng bo'ladi. Keyin undan 1 ni ayirsak 0.259 bo'ladi. Yo'q, xatolashdikmi? 1 ni ayirsak 2 dan kvadrat ildiz chiqarsak 1.414 bo'ladi. Undan 1 ni ayirsak 0.414 bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 0.828 bo'ladi. To'g'ri. 0.828 bo'ladi. N 3 bo'lgan holatda 0.780 bo'ladi. N 4 bo'lgan holatda 757 bo'ladi. Demak, qarasangizlar, chegara pasayib boryapti. Demak, n kattalashgan sayin chegaramiz pastga qarab boryapti. Vazifa qancha ko'p bo'lsa, kafolatlangan yuklama ham kamayib boradi. N cheksizlikka intilganda chegara 0.693 ga intilib boradi. Bizda n cheksiz bo'lsa, demak 0.693 gacha intilib boradi bizning chegaramiz.
Bu son 2ni natural logaritmi, yani lekin 2 teng 0,693 bo'ladi. Endi eng muhim mantiqiy nuqta, demak, RMS testi yetarli shart, lekin zarur emas. Bu nimani anglatadi? Agar test o'tsa, deadline 100% kafolatlangan, boshqa hech narsani tekshirmaymiz. Agar test o'tmasa, javob noaniq. Tizim baribir ishlashi mumkin, lekin buni boshqa usul bilan tekshirish kerak bo'ladi. Pastda bu yerda endi EDF sharti bor. Eng kichik yoki teng 1 bo'lishi mumkin. Demak, bu shartimiz zarur yoki yetarli yoki ikki tomonlama ishlaydi. U birdan kichik bo'lsa, EDF albatta rejalashtiriladi. Birdan katta bo'lsa, hech qanday algoritm rejalashtira olmaydi. Shart faqat davriy va d teng t bo'lgan to'plamlar uchun o'rinli bo'ladi. Endi RMS algoritmni o'ziga o'tadigan bo'lsak, Rate Monotonic Scheduling, RMS. RMSni nomini so'zma-so'z tarjima qilamiz. Rate chastota, rate chastota, monotonic bu monoton degani, ya'ni prioritet chastotaga monoton bog'liq degani. Prioritet chastotaga monoton bog'liq. Chastota, prioritet, demak tushunarli. Endi qoidani bitta jumla bilan aytadigan bo'lsak, qanchalik tez takrorlansa, shunchalik muhim bo'ladi. Ekranda ko'rsangiz, davri eng kichik bo'lgan vazifa eng yuqori prioritet beradi. Demak, prioritetlar tizim ishga tushishidan oldin belgilanadi va ishlash davomida o'zgarmaydi. Nima uchun shunday? Mantiqi oddiy. Davriy kichik vazifa tez-tez keladi va tez tugashi kerak. Agar unga past prioritet bersangiz, u har safar kechikadi va deadlinelar ketma-ket buzadi. Endi shartlarga qaraydigan bo'lsak, shartlar 1973-yilda Liu va Lai tomonidan e'lon qilingan maqolada aytilgan bu shartlar. Bu maqolani alohida aytib o'tsam, Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard real-time environment deyilgan bunda. Ya'ni real vaqt nazariyasini asosiy ishi. 50 yildan ortiq vaqt o'tgan, 73-yildan beri, lekin hali har bir darslikda keltiriladi bu maqoladagi so'zlar. Birinchi shart, vazifalar davriy va bir-biridan mustaqil. Mustaqil degani ular resurs bo'lishmaydi va bir-birini kutmaydi. Ikkinchi shart, deadline davrga teng, ya'ni d ga teng. Uchinchi shart, kontekst almashinuvi vaqt hisobga olinmaydi, amalda uni s ga qo'shib qo'yamiz. Agar biror statik prioritetli algoritm vazifalar to'plamini rejalashtira olsa, RMS ham albatta rejalashtirib biladi. Ya'ni statik prioritetlar orasida RMS dan yaxshirog'i yo'q. Siz prioritetlarni qanday tartibda joylashtirsangiz ham davr bo'yicha tartibdan yaxshiroq natija chiqmaydi. Endi afzalliklarga o'tadigan bo'lsak, birinchisi, amalga oshirish oson. Prioritet oddiy son, uni yadro tayyor qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchisi, ortiqcha yuklamada bashoratli. Bu juda muhim. Agar tizim ortiqcha yuklansa, avval eng past prioritetli vazifa buziladi. Siz oldindan bilasiz kim birinchi qurbon bo'lishini. Uchinchisi, ko'pchilik RTOS to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlanadiganlari bular o'tgan darsda ko'radigan FreeRTOS, VxWorks, QNX hammasi hisoblanadi. Kamchiliklari ham bor. Protsessor to'liq yuklanmaydi. Kafolat chegarasi taxminan 69% hisoblanadi. Demak, kamchiliklardan biri
undan tashqari dt dan kichik bo'lgan holatlar uchun RMS moslamasin va vazifalar to'plami o'zgarsa, prioritetni qayta hisoblash kerak bo'ladi. 69% chegara haqida bitta muhim izoh aytadigan bo'lsak, bu eng yomon holat uchun kafolat, o'rtacha emas. Amalda tasodifiy tanlangan vazifalar to'plami uchun RMS o'rtacha 88% gacha yuklamani muvaffaqiyatli rejalashtiradi. 69% bu shunchaki hech qanday qo'shimcha tekshiruvlarsiz kafolat beriladigan chegara hisoblanadi. Yana bir foydali faktni aytadigan bo'lsam, agar vazifalarning davrlari bir-biriga ko'paygan bo'lsa, chegara birga ko'tariladi. Masalan, davrlar 5, 10 va 20 bo'lsa, RMS 100% yuklamani rejalashtirib biladi. Shuning uchun tajribali muhandislar davrlarni ataylab ko'paytirilgan qilib ishlashadi. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 millisekund qilib. Bu oddiy hiyla desak bo'ladi, kafolat chegarasini sezilarli oshiradi. Endi buni raqamlar bilan tekshirib ko'ramiz. Masalan, misolni qadam-qadam yechib ko'radigan bo'lsak, jadvalda bizada 3 ta vazifa bor. Ularni ketma-ket o'qiymiz. Birinchi vazifa tau 1 s 1 ga teng. Vazifalarimizni ko'radigan bo'lsak, tau 1 s 1 ga teng, t 4 ga teng, u ya'ni har 4 millisekund kelib 1 sekundda ishlaydi. Har 4 millisekund davr-ku 1 millisekundda ishlaydi. Ikkinchi vazifa tau 2 s 2 t esa 6 ga teng. Uchinchi vazifada tau 3 s 1 ga t 8 taga teng. Birinchi qadamda prioritetni belgilash RMS qoidasi t kichik bo'lgan yuqori prioritet oladi. Demak, t kichik bo'lgani uchun yuqori prioritet oladi. T'lar 4, 6, 8 bo'lsa, demak tau 1 eng yuqori, tau 2 o'rtada, tau uchun eng past, jadvalning oxirgi ustuni shunga yozilgan bo'ladi. Ikkinchi qadamda har bir vazifaning utilizatsiyasini hisoblash. Tau 1 uchun 1 bo'lingan 4 teng 0,250 bo'ladi. Tau 2 uchun 2 bo'lingan 6 yuqoridagi hisoblagan formulamiz bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, 2 bo'lingan 6 teng 0,333 bo'ladi. Demak, tau 3 uchun 1 bo'lingan 8 teng 0,125 ga teng bo'ladi. Uchinchi qadamda yig'indi. Demak, bu yerda uni hisoblaydigan bo'lsak, demak 0,250 ga 0,333 ni qo'shib 0,125 ni qo'shsak, demak 0,708 chiqdi. Demak, natija shundan chiqdi, ya'ni protsessor 70.8% bilan band bo'ladi. 0,8 demak mana shu yerda. Demak, endi 4-qadamda chegarani hisoblaydigan bo'lsak, vazifa soni 3 ta, demak n bizada 3 ga teng bo'ladi. Chegarani hisoblasak, yuqorida ko'rib o'tgan formulamiz bilan hisoblaydigan bo'lsak, 3 ko'paygan qavs ichida 2 ni 3 dan 1 darajasi -1 bor. 2 ni kub ildizi 1,259 bo'ladi. 1 dan ayiramiz 0,259 ni 3 ga ko'paytiramiz. 0,780 chiqadi bizada natijamiz.
testdan o'tdi. Demak, barcha deadline'lar kafolatlangan. Boshqa hech narsani tekshirish shart emas. Endi jadvalni vaqt bo'yicha o'qib ko'ramiz. Demak, biza bu yerda bajargan formulalarimiz u nerdan kelib chiqqanini bildingizlar. 1 bo'lingan 4dan 0,250 kelib chiqdi. 2 bo'lingan 6dan demak 0,33 kelib chiqdi. Bu yerda 1 bo'lingan 8dan 0,125 kelib chiqdi. Shundan 708 chiqdi. Yuqoridagi mana shu formulamizdan hisobladik. Protsessor to'liq yuklanishi, uni utilizatsiyani hisoblab chiqdik. Undan keyin chegarani hisobladik. Endi biz 3 tab oldik, chunki 3 dona vazifamiz bor edi. Demak, bu yerda qaysi formuladan foydalandik? Mana bu yerdagi n ko'paygan 2 darajasini 1 taqsim n minus 1 degan formulamiz bilan hisobladik. Demak, bu testdan o'tdi, chunki 1dan kichik bo'ldi. Endi 0 lahzada uchala vazifa ham keladi, 0 vaqtda demak. Prioritet bo'yicha tau 1 birinchi ishlaydi. U 1 millisekundda kerak, demak 0 dan 1 gacha. 1 lahzada tau 1 tugadi. Endi tau 2 ishladi. Unga 2 millisekund kerak. 1 dan 3 gacha. 3 lahzada tau 3 navbatni oladi. Biz shu taular haqida gaplashib turibmiz. 1 millisekund 3 dan 4 gacha. 4 lahzada tau 1 qaytadan keladi. Uning davri 4 edi. U yana ishlaydi. 4 dan 5 gacha ishlaydi. Nima bo'layotganini tushuntirsam, demak, prioritet bo'yicha bizlar hisoblab turibmiz. Tau 1 lahzada ishlaydi, tau 2 2 lahzada ishlaydi, tau 3 yana 1 lahzada ishlaydi. Ko'rib turibmizlar, bu 1, bu 1, bu 2 lahzada. Lekin oralig'i tau 1niki 4 ayna. Ishur oralig'i 4. Tau 2niki oralig'i 6 bo'lib turibdi. Tau 3niki oralig'i 8 bo'lib turibdi. Demak, imunda tau 1imiz edi. 4 lahza aylandidan keyin yana tau 1imiz keldi. Bu protsessorda ishlaganini kuzatishimiz mumkin. Keyin tau 2miz har 6 da aylanar edi. 6 ga kelgandan keyin o'sha tau 1 o'tib ketgandan keyin tau 2 keldi. Undan keyin 8 da aylanar edi. Oralig'i 2 4 6 8 bo'lib turibdi. Demak, 8 da tau 3imiz geldi yana. Demak, bu normal. Demak, 5 6 6 5 dan 6 gacha protsessor bo'sh turadi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 ham bor zanit. Band turtda 6 7 8 ham zanit, 10 ham. Birgina mana shu yerda 5 dan 6 gacha bizda protsessorimiz bo'sh holatda turibdi. Demak, bu normal holat. Yuklama 78 emas, 70.8% da ishlat turibdi. 29% bo'sh vaqt qayerdadir ko'rinishi kerak edi, to'g'rimi? Chunki bu yerda hisoblashimiz bo'yicha 6 lahzada tau 2 keldi, 2 millisekund ishladi. 6 dan keyin 8 gacha. 8 holatda tau 3 1ga keladi. Demak, 12 sikl qaytariladi ekan. Endi savol tug'iladi, siqib chiqarish qayerda? Bu to'plamda haqiqatan ham sodir bo'lmadi, chunki vazifalar aniq chegaralarda tugadi. Tau 2ni S'ni, C'sini 3 ga o'tkazamiz, nima bo'lishini ko'ramiz. Tau 2ni C'ni 3 ga o'tkazib ko'radigan bo'lsak, u 0,250 plus 0,500 plus 0,125 0,875 chegaradan katta testdan o'tmaydi ekan hisoblab ko'rsak.
Demak, agar tau 2miz bizada 3 bo'ladigan bo'lsa, beraga qoladigan tau 3imizni demak davrda ishlamay qolishi mumkin ekan, testdan o'tmaydi. Demak, vaqt bo'yicha tau 1 0 dan 1 gacha bo'lishi kerak. Tau 2 1 dan 4 gacha. Tau 4 da tau 1 keladi va ishlaydi. Shunda 4 dan 5 gacha bo'ladi. Tau 3 5 dan 6 gacha bo'ladi. 6 da tau 2 keladi. Bu yerda 6 da tau 2 keldi. Mana yashil rangda. 8 da tau 1 keladi va tau 2 ni siqib chiqaradi. Bu preemption bo'ladi. Demak, primitive region bo'ladi. Endi agar testdan o'tmasa nima bo'ladi? Javobni EDF beradi bu yerda. Endi EDF nomini tarjima qiladigan bo'lsak, eng erta muddat birinchi, ya'ni earliest deadline first. Eng erta muddat, ya'ni deadline birinchi degani, first birinchi degani. Qoidasi butunlay boshqacha bo'ladi. Prioritet oldindan berilmaydi. Har bir rejalashtirish nuqtasida yadro tayyor vazifalar orasida mutlaq deadline eng erta bo'lganini tanlaydi. Mutlaq deadline, ya'ni nisbiy d emas, balki keluv payti plus d bo'ladi. Bu son har safar boshqacha bo'lishi mumkin. Misol bilan tushunadigan bo'lsak, tau 1 0 da keldi, d'si 4. Buni mutlaq deadline i 4 bo'ladi. Tau 2 ham 0 da keldi, d'si 6. Uni mutlaq deadline 6 bo'ladi. Masalan, bu yerda yozsak, tau 1 keldi. Masalan, bu teng deylik 0 ga. D cha bo'ladi? Masalan, 4 desak. Tau 2. Endi o'zingiz tushunib olasizlar buni. Tau 2 ham 0 da keladigan bo'lsa, d'si 6 bo'ladigan bo'lsa, uni mutlaq deadline 6 bo'ladi. Chunki 0 davrda 6 bo'lib turibdi. Buni deb ko'radigan bo'lsak, masalan 0 da keldi, tau 2miz ham 0 da keldi, d'si 4 6 bo'ladigan bo'lsa, demak endi 4 kichik 6 dan bo'ladi. Demak, tau 1 yutadi, erimesdagi deng bo'ladi. Chunki bu birinchidan ikkinchisi kichik bo'lib turibdi. Endi vaqt o'tsa, 8-millisekund tau 1 8 da kelsa, deadline 12 bo'lsa, tau 2 6 da kelsa, mutlaq deadline 12 bo'lsa, bunday hollarda yadro ixtiyoriy tanlanadi. Chunki 12-6 oraliqlari ochiq bo'lib turibdi. Nima uchun EDF kuchliroq bo'ladi? Chunki birinchisi, u kichik yoki teng 1 bo'lsa, yozamiz. U kichik yoki teng 1 bo'lsa, deadlinelar albatta bajariladi. 100% yuklama nazariy jihatdan mumkin. 100% ishlashi mumkin prosessorimiz. Ikkinchisi, bir prosessorli tizimlarda EDF optimal. Hech qanday boshqa algoritm undan kuchliroq, ko'proq to'plamni rejalashtira olmaydi. Bu isbotlangan teorema. Demak, EDF eng yaxshisi. Lekin nima uchun hamma EDF ni ishlatmaydi? 3 ta sababi bor. Birinchisi, qo'shimcha yuk. Imanda u kichik yoki teng 1 bo'lsa deb yozgan ekanmiz.
Endi sabablarini ko'rib chiqamiz. Nima uchun hamma EDFni tanlamaydi? Birinchisi, qo'shimcha yuk. Har qarorda yadro deadline'larini taqqoslash kerak. RMSda prioritet tayyor son, EDFda uni hisoblash kerak. Yadro ishi ortib ketadi. Ikkinchisi, domino effekti. Bu eng jiddiy muammo hisoblanadi. Domino effekti ortiqcha yuklamada qaysi vazifa buziladi oldindan bilib bo'lmaydi. Domino effektini tushuntiradigan bo'lsam, bitta vazifa deadline'ni o'tkazib yubordi. Uni deadline'ni o'tib ketgani uchun u eng yuqori prioritetga chiqadi. U protsessorni egallab, keyingi vazifani kechiktiradi. Endi u ham buziladi. Zanjir davom etadi. RMSda butunlay bunday bo'lmaydi. Eng past prioritetli vazifa qurbon bo'ladi, qolganlari ishlaydi. Uchinchisi, bu qo'llab-quvvatlash. Ko'p RTOSda EDF tayyor emas, uni qo'lda amalga oshirish kerak, bu esa xato manbai bo'ladi. Qo'shimcha yukni raqam bilan baholaymiz. RMSda yadro tayyor navbatdan eng yuqori prioritetli elementni oladi. Bu odatda bitta mashina buyrug'i maxsus magistr yordamida bo'ladi. EDFda yadro har bir tayyor vazifadan mutlaq deadline'ni hisoblab, ularni solishtirish kerak. 10 ta vazifa bo'lsa, 10 ta taqqoslash bo'ladi va bu har bir rejalashtirish nuqtasida takrorlanadi. Yana bir nozik masala mutlaq deadline vaqt hisoblagichga asoslanadi. Hisoblagich to'lib toshganda taqqoslash noto'g'ri ishlashi mumkin. Buni to'g'ri yozish alohida e'tibor talab qiladi. Shuning uchun amaliyotda EDF asosan multimedia va tarmoq tizimlarda uchraydi. U yerda yuklama yuqori, kafolat esa statik bo'lishi mumkin. Endi RMS testdan o'tmaganda EDF nima beradi? Bu demak, butun mavzuning eng muhim mantiqiy nuqtasi bo'ladi. Jadvalimizda ko'rsak, 3 ta vazifa bor: TAO 1, TAO 2, TAO 3. TAO 1da S2, T5 bo'lib turibdi. Demak, utilizatsiyasi 2 bo'lingan 5, ya'ni 0.400 ga teng bo'lib turibdi. TAO 2mizda esa S2, T8 bo'lib turibdi. Utilizatsiyasi 0.250 ga teng bo'lib turibdi. Uchinchi vazifamizda TAO 3, demak bizda S'imiz 2, TAOmiz 10, utilizatsiyamiz esa 0.200 ga teng bo'lib turibdi. Endi bu yerda RMS testi va EDF shartini ko'radigan bo'lsak, endi hisoblaymiz. 400 va 250 650 bo'ladi. Unga qo'shsak 200 ni, demak 850 bo'ladi. U teng 0.850 bo'ladi. Ya'ni 85% yuklama bo'ladi bizda. Endi RMS testini bajaradigan bo'lsak, vazifa soni 3 ta bizda. Vazifa sonimiz 3 ta. Chegara 0.780 bo'ladi. Yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, hisoblaganimizdek. Endi 0.850 katta 0.780 dan bo'lsa, testdan o'tmagan hisoblanadi bu yerda. To'g'ri kelmaydi. Lekin EDF shartini tekshiradigan bo'lsak, 0.850 birdan kichik shart bajariladi. Demak, EDFni biza rejalashtirsak bo'ladi shart bajarilgani uchun. Eng muhim savol, RMS uchun testdan o'tmadi. Bu tizim ishlamaydi degani emas, tizim yetarli, lekin zarur emas. Testdan o'tmasa biz shunchaki bilmaymiz. Ekrani pastida yuklama shkalasi bor. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, uni o'qiydigan bo'lsak, mana yuklama shkalasida RMS kafolat zonasi bor. 0 dan boshlab 0.780 gacha davom qiladi RMS chegarasi. RMS kafolat zonasi hisoblanadi sho'ri. Ya'ni bu yerda bizani RMS kafolat zonamiz. Bizni to'plam aynan shu yerda 0.850 ga teng. Birdan yuqorida, demak,
bu yoqqa davom qiladi deb hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda hech narsa yordam bermaydi. Aniq javob vaqti tahlilini bajaramiz. Formula quyida yozilganini ko'rib olsangizlar bo'ladi. R teng S plus summa R taqsim TJ ko'paygan SJ orqali tekshirish mumkin. Bu iterativ formula hisoblanadi. R'ni ikkala tomondan ham ko'rib turibmiz. Demak, uni takrorlab yechamiz. Shu to'plam uchun uni haqiqatan hisoblab ko'radigan bo'lsak, bu odatda uyga vazifa bo'ladi, lekin birga bajaramiz. Erimes prioritetlari tau 1 eng yuqori, tau si t esa 5 bo'ladi, tau 2 o'rtada, t 8 bo'ladi, tau 3 eng past, t si 10 bo'ladi. Endi eng yuqori prioritetli vazifadan boshlaydigan bo'lsak, tau 1 ni hech kim to'xtatmaydi. Demak, bu yerda ko'radigan bo'lsak, demak, uni javobi s ga teng 2 millisekund, deadline 5, 2 kichik 5 dan, demak, bu yerda bajariladi. Boshlang'ich qiymat s'larning yig'indisini qilib olamiz. 2 plus 2 teng 4 bo'ladi. Birinchi iteratsiyada 4 bo'lingan 5 teng 0,8, yuqoriga yaxlatlasak 1 bo'ladi. Demak, 1 karra 2 teng 2, endi R teng 2 plus 2 teng 4 bo'ladi ekan. Demak, shu tartibda hisoblab borsak, natija o'zgarmaydi. O'zgarmas nuqta topilib, tau 3 ni eng yomon javob vaqti 8 millisekundda chiqadi. Deadline esa bizada 10 bo'ladi. 8 kichik 10 dan, demak, bu ham bajariladi. Erimes testdan o'tmadi, lekin Erimes bu to'plamni muvaffaqiyatli rejalashtiradi. Mana shu yetarli, lekin zarur emas degan iborani aniq ma'nosi hisoblanadi. Ya'ni R'imiz bizani 2,5 dan kichik va yuqoridagi mana bu formulalarimiz bo'yicha ishlab chiqsak bo'ladi. Endi 3-chi algoritmimizga o'tsak ham bo'ladi. Erimesni bitta jiddiy cheklov bor. U deadline davrga teng deb faraz qiladi. Agar deadline davrdan kichik bo'lsa, bu yerda deadline davrimizdan kichik bo'ladigan bo'lsa, Erimes optimalligini yo'qotadi. Ya'ni u noto'g'ri prioritet berishi mumkin. Deadline monotonik qoidasi oddiy hisoblanadi. Bu yerda prioritet nisbiy deadline bo'yicha beriladi. D kichik bo'lsa, prioritet yuqori bo'ladi. D bo'yicha hisoblanadi, T bo'yicha emas. Shu farqni ko'rib olishingiz kerak. Bu D bo'yicha hisoblanadi. Agar D teng T bo'lsa, DM aynan Erimesga aylanadi. Ya'ni Erimes DMni xususiy holi bo'ladi. DMdek biza, demak, deadline monotonikni aytib turibmiz. Endi ekranda misolni ko'rib chiqamiz, nima uchun Erimes yetarli emas. Tau 1imiz T10 T10 D 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni har 10 millisekundda keladi, lekin 3 millisekund ichida tugashi kerak. Tau 2 da esa T5 ga D ham 5 ga teng bo'lsa, Erimes bo'yicha prioritetni belgilaydigan bo'lsak, T'lar 10 va 5 ham. T'larimiz 10 va 5 bo'lib turibdi. 5 kichik, demak, tau 2 yuqori prioritet oladi. Demak, tau 2miz birinchi bajariladi, chunki uni prioriteti yuqori. Lekin bu mantiqsiz. Tau 1 ning muddati atigi 3 millisekund, tau 2 niki esa 5 millisekund. Uni kichik, demak, 3 kichik, demak, tau 1 yuqori prioritet oladi.
Endi buni raqamlar bilan isbotlaydigan bo'lsak, ikkala vazifa S2 ga teng. Endi avval utilizatsiyani ko'radigan bo'lsak, 2 bo'lingan 10 plus 2 bo'lingan 5 bo'ladigan bo'lsa, endi buni 2 bo'lingan 10 bo'lsa, unga qo'shamiz 2 bo'lingan bu 5 bu. Bu deganimiz 0,2 plus 0,4 bo'ladi. Unga qo'shsak, demak 0,6 bo'ladi. 0,6 bo'ladi. Agar 60% bo'lsa, demak bu juda bo'sh tizim bo'lib qoladi. Erimes vaqtini tekshirsak, tau 2 yuqori, tau 1 past bo'ladi. Demak, tau 2 ni javob vaqti S ga teng 2 bo'ladi, deadline esa 5 bo'ladi. Bu yaxshi bo'ladi. Endi namunalar qatorini ko'rib chiqadigan bo'lsak, RMS va DM, dinamik EDF va LST, ya'ni less lag time bo'ladi. Prioritet qancha belgilanadi? Statikda kompilatsiya yoki sozlash paytida dinamik ishlash vaqtida bo'lishi mumkin. Kafolat chegarasi esa statik 69-83% gacha bo'ladi, dinamik 100% atrofida bo'ladi. Amaliyotda sanoat tizimlarida 90% dan yuqori statik prioritetli bo'ladi. Sababi bashoratlik va sertifikatlash oson bo'lishi uchun. Endi shularning hammasini bitta jadvalda solishtirib ko'ramiz. Jadvalni ustun bo'yicha o'qiymiz. 5 ta algoritm, demak 4 ta xususiyatimiz bor bizda. Endi birinchi qator RMS bo'ladigan bo'lsa, prioritet asosi davr T kichik bo'lsa yuqori, turi statik. Kafolat chegarasi n karra 2 ni 0 dan 1 darajasi -1. Tipik qo'llanilishi sanoat, avionika, mikrokontrollerlar hisoblanadi. Endi ikkinchi qator DM. Demak, prioritet asosi nisbiy deadline'da, turi statik, kafolat chegarasi uchun oddiy formula yo'q. Javob vaqti tahlili kerak. Qo'llanilishi D dan T kichik bo'lgan tizimlar. DM uchun oddiy formula yo'q. Bu uni narxi ko'proq imkoniyat beradi, lekin tekshirish qiyinlashadi. Uchinchi qator bu EDF. Prioritet asosi mutlaq deadline, turi dinamik, kafolat chegarasi u kichik yoki teng 1 bo'ladi. Qo'llanilishi multimedia, moslashuvchan, yuklama. To'rtinchi qator LST, ya'ni least lag time, o'zbekcha eng kam zaxira. Prioritet qolgan zaxiraga qarab beriladi. LSTni tushuntiraman. Har bir vazifa uchun zaxira hisoblanadi. Deadline gacha qolgan vaqt minus bajarilishi kerak bo'lgan qolgan ish. Endi 5-chi qator FCFS. Round robin. Prioritet asosi kelish tartibi yoki oddiy navbat hisoblanadi. Turi yo'q, kafolat yo'q. Kafolat yo'q degan yozuv alohida e'tibor beradigan bo'lsak, bu shuni anglatadiki, bu algoritmlar hard real time uchun umuman ishlatilmaydi. Ular fon vazifalari va soft real time uchun ishlatiladi. Pastdagi amaliy qoidani o'qiydigan bo'lsak, hard real time qism uchun RMS yoki DM, soft real time va fon vazifalari uchun esa round robin ishlatiladi va eng muhimi, ikkalasi bitta tizimda birga ishlaydi. Amalda bu shunday tashkil qilinadi. Prioritet darajada 2 zonaga bo'linadi. Yuqori zonada, masalan,
20 dan 30gacha hard vazifalar RMS bo'yicha joylashadi. Pastki zonada masalan 1 dan 5gacha fon vazifalari round robin bilan ishlaydi. Bu yondashuv kafolatni, moslashuvchanlikni saqlaydi. Endi rejalashtirish nazariyasi vazifalar bir-biridan mustaqil deb faraz qiladi. Amalda ular resurs bo'lishadi. Umumiy resurs va kritik seksiyada. Nima uchun? Boshda bu jumla sizlar yuzaki tuyulishi mumkin, lekin u butun oldingi hisob-kitoblarimizni shubha ostiga ham qo'yishi mumkin. Nima uchun? Chunki biz javob vaqtini hisoblaganda faqat yuqori prioritetli vazifalarni xalaqitini hisobga oldik. Endi past prioritetli vazifani ham xalaqit berishi mumkin. Bu yerda 4 ta band bor, ketma-ket shu 4 ta bandimizni o'qib chiqamiz. Birinchisi kritik seksiya. Bu umumiy resursga murojaat qiladigan kod bo'lagi. Resurs o'zgaruvchi, bufer yoki qurilma bo'lishi mumkin. Ikkinchisi o'zaro istisno, ingliz tilida mutual exclusion bo'ladi. Bir vaqtda faqat bitta vazifa kritik seksiyada bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki klassik misolda oladigan bo'lsak, hisoblagichni oshirish bu bitta qator kodda yozilsa ham protsessor 3 ta amal bajaradi: o'qish, qo'shish va yozish. Endi buni qadam-qadam ko'radigan bo'lsak, hisoblagich 10lik son vazifa A ni o'qiydi, registrda 10 bor. Shu paytda A siqib chiqaradi, vazifa B ni ishga tushiradi. Endi uchinchisi bloklanish. Resurs band bo'lsa, boshqa vazifani kutadi. Bu kutish javob vaqtini qo'shiladi. To'rtinchi, tahlil. Bloklanish vaqti B-I javob vaqt formulasiga kiritiladi. Formulani yangi ko'rinishi bu R teng S plus B plus interferensiya bo'ladi. Demak, formulada yangi xat qo'shildi. Bu xat chegaralangan bo'lishi kerak. Chegaralanmagan qiymatni formulaga qo'shib bo'lmaydi. O'ng ustunda demak 3 ta vosita bor. Bu yon tarafga ko'radigan bo'lsak, ularni taqqoslab chiqamiz. Mutex, demak uni egasi bor. Qanday vazifa qulflagani yozib qo'yilgan. Bu yerda mana Mutexni egasi bor. Aynan shu sabab u prioritet merosini qo'llab-quvvatlay oladi. Resurs himoyasi uchun mo'ljallangan. Semafor, uni egasi yo'q. Sanoq qiymati bor. Bir vazifa oshiradi, boshqasi kamaytiradi. Semafor hodisada signal va resurs pulni boshqarish uchun. Bu farqni yodda tutish kerak. Ko'p dasturchi binar semaforni mutex o'rnida ishlatadi. Bu xato, chunki semafor prioritet merosini bermaydi. Uzilishni bloklash bu eng qattiq usul. Kritik seksiya davomida uzilishlar butunlay o'chiriladi. Demak, uzilishlar o'chirilgan har bir mikrosekund butun tizimni latency budjetini yeydi. Bu usul faqat eng qisqa seksiyalar uchun, bir necha mashina buyrug'i uchun foydalansak bo'ladi. Endi ekranni yuqorisida bizada muammo berilgan. Uni sahifa sifatida o'qib chiqadigan bo'lsak, 3 ta vazifa bor bizada. L past prioritetli. Demak, o'z vazifani bir o'qilgan boshda. Demak, bu yerda bloklanish, prioritet inversiyasi va protokollar haqida gap ketadi. Muammomiz past prioritetli vazifa L resursini qulfladi. Yuqori prioritetli H uni kutmoqda. Shu payt o'rta prioritetli M, demak L, H yuqorida, o'rtada M ishga tushib, L ni siqib chiqaradi. Natijada H ni kutish vaqti M ga bog'liq bo'lib qoladi va nazariy jihatdan chegaralanmaydi. Demak, 3 ta vazifamiz L past prioritetli, M o'rta prioritetli, H yuqori prioritetli bo'ladi. Birinchi soha L ishlayapti, resursni qulfladi.
hozircha hammasi normal bo'lib turibdi. Ikkinchi sahnada demak H uyg'ondi. U yuqori prioritetli, demak L ni siqib chiqaradi va ishlay boshlaydi. Lekin H ga o'sha resurs kerak, resurs bandi H kutishga o'tadi. Endi L yana ishlaydi va resursni bo'shatishga harakat qiladi. Bu normal. H biroz kutadi, keyin davom qiladi. Uchinchisida M ishga tushsa, M ni prioriteti L dan yuqori bo'lganligi uchun M L ni siqib chiqaradi. Demak, falokat sodir bo'ladi bu yerda. M resursga umuman aloqador emas, lekin u L ni to'xtatib qo'yadi. L resursni bo'shata olmaydi, H esa kutishda qolib ketadi. Natijada H ni kutish vaqti M ga bog'liq bo'lib qolib, M qancha uzoq ishlasa, H ham shunchaki uzoq vaqt kutishga majbur bo'ladi. Agar M kabi o'rta prioritetli vazifalar ko'p bo'lsa, H nazariy jihatdan cheksiz kutish vaqtini tushib qolishi mumkin. Bu chegaralanmagan prioritet inversiyasi hisoblanadi. Bu shunchaki nazariy xavf emas. 1997-yilda Mars Parsfindel aynan shu sabab qayta o'chib, yonib, yerdan yuborilgan tuzatish uchun muammoni hal qildi deb o'tgan darsimizda ko'rib aytib o'tib ketdik ekan, yodlaringizda bo'lsa. Endi shuni yechimlarini ko'radigan bo'lsak, birinchi protokolda priority inheritance bor edi. Qisqartmasi PIP-dan protokoli. O'tgan darsdan biz sizlar bilan ko'rdik buni PIP va PCP protokollarini. Hop. Demak, o'zbekchada demak prioritet merosi hisoblanadi. PIP ni o'zbekchasi demak prioritet merosi hisoblanadi. Qoidasi resurs egasini prioritet kutayotgan vazifa darajasiga vaqtincha ko'taradi. Demak, H kutishga o'tganda L ni prioriteti H darajasiga ko'tarildi. M kelsa ham L ni siqarib chiqa olmaydi. L tez ishlab resursni bo'shatadi, natijada o'z prioritetiga qaytadi. Natija bloklanish vaqti chegaralangan. H faqat L ni kritik seksiya davomida kutadi, M ga bog'liq bo'lmaydi. Lekin PIP ni kamchiligi bor. Deadlock imkoniyati qoladi, lekin ikki vazifa, ikkita resursni turli tartibda olsa, ular bir-birini abadiy kutishi mumkin. Shuning uchun endi ikkinchi protokolni ko'radigan bo'lsak, PCP bu prioritet shiftdan. Qoidasi qiyinroq. Har bir resursga shift belgilanadi. Shift o'sha resursdan foydalanadigan barcha vazifalarning eng yuqori prioriteti hisoblanadi. Vazifa resurslarni faqat bitta shartda oladi. Uni prioriteti hozir egallagan barcha shiftlardan yuqori bo'lsa, vazifa bo'sh resurslarni ham olmasligi mumkin, lekin natijasi zo'r bo'ladi. Birinchidan, har bir vazifa ko'pi bilan bir marta bloklanadi. Bloklanish vaqti ham chegaralanadi. Ikkinchidan, deadlock butunlay yo'qoladi. Matematik jihatdan mumkin emas. Protokollarning asosiy maqsadini aytadigan bo'lsak, yana bir marta, ular tezlikni oshirmaydi. Ular bloklanish vaqti BI ni chegaralangan qiladi. Bu ikkita protokolimiz. Chunki chegaralanmagan qiymat javob vaqti formulasini qo'yib bo'lmaydi. Endi deadlock to'rtta zarur shartni ko'radigan bo'lsak, bu ya'ni boshi bir ko'cha vazifalar bir-birini kutib abadiy to'xtab qolishi mumkin. 1971-yilda Edward Kaufman deadlockni to'rtta zarur shartini shakllantirdi. Bular Kaufman shartlari deb aytiladi. Zarur degani bu muhim, to'rttasi birga bajarilmasa deadlock mumkin emas. Demak, bittasini buzsak muammo yo'qoladi. Birinchi shart o'zaro istisno. Resursdan bir vaqtda faqat bitta vazifa foydalana oladi. Kundalik hayot uchun misol, masalan, bitta hammomda ikkita odam ikkalasi birga ola olmaydi. Shuning uchun ikkinchi shartda endi ushlab turib kutish. Vazifa bitta resursni ushlab turib ikkinchisini kutadi. Misol, masalan, siz oshxonada tovonni ushlab turibsiz va yog'ni kutyapsiz, tovonni qo'yib yubormaysiz, to'g'rimi? Uchinchi shart, masalan, tortib olishni yo'qligi, resursni majburan qaytarib olib bo'lmaydi. Masalan, yog' sizda emas, onangizda yoki do'stingizda bo'lsa,
siz undan zo'rlik bilan tortib ola olmaysiz. Kutishingiz kerak u yog'ni berishini. 4-shart aylanma kutish. Masalan, vazifalar bir-birini halqa bo'ylab kutadi. Masalan, aynan ekranda sxema bor. 3 ta doira: A, vazifa B, vazifa C. O'qlar halqa hosil qiladi ketma-ket kutish bilan. A buni kutadi, B S'ni kutadi, C esa A'ni kutadi. Halqa yopildi, hech kim harakat qila olmaydi. Endi eng yaxshi kundalik misol bo'ladigan bo'lsa, bular 4 tomonlama chorraha. Masalan, svetofor ishlamay qolsa, 4 tomondan 4 mashina keladi. Har biri chorrahani o'z choragiga kiradi. Endi har bir mashin o'ngdagi chorakni kutadi, chunki o'sha yerdan o'tish kerak. Barcha 4 shart bor. Masalan, bitta chorakda bitta mashina istisno bo'ladi. Har biri o'z chorakini ushlab, keyingisini kutadi. Mashin majburan olib ketib bo'lmaydi, tortib olib ham bo'lmaydi. 4tasi demak halqa hosil qiladi, aylanma kutish bo'ladi. Natijada hech kim qimirla olmay qoladi. Bunday holatlar ko'p bo'lib turadi. Endi dasturiy misolni ko'radigan bo'lsak, ikki vazifa ikkita muteksni turli tartibda oladi. Masalan, vazifa A avval M1 ni oladi, keyin M2 ni so'raydi. Vazifa B da M2 ni oladi, keyin M1 ni so'raydi. Ikkalasi muteks olsa tamom. A M2 ni kutadi, B M1 ni kutadi. Halqa 2 elementdan iborat bo'lib qoladi. Demak, Kaufman shartlarini aytadigan bo'lsak, chunki ushlab turib kutish, o'zaro istisno, tortib olishni yo'qligi va aylanma kutish dedik. 4tasi ham zarur. Birisi yo'q bo'lsa, demak deadlock yo'q bo'ladi. Endi deadlockdan oldini olish va tipik xatolarni ko'radigan bo'lsak, oldini olish usullari bu Kaufman shartlari buzilishına qaratilgan. Birinchi usul resurslarni qat'iy global tartibda olish. Bu aylanma kutishni yo'qotadi. Bu eng oddiy va ishonchli qoida. Amalga oshirish yo'lini aytadigan bo'lsak, loyihangizdagi barcha mutekslarga raqam berib chiqish kerak. M1, M2, M3 va hokazo. Qoida qilib aytsak, mutekslar faqat raqamni o'sish tartibida olinadi. Nima uchun ishlaydi? Agar hamma o'sish tartibida olsa, halqa hosil bo'lishi mumkin emas. Halqa uchun kimdir kamayish tartibida olish kerak bo'ladi. Bu qoida amalda deadlockni deyarli butunlay yo'q qiladi va uni tekshirish oson. Statik tahlil vositalari buzilishini topa olmaydi. Ikkinchi usul priority scaling protokolidan foydalanish deadlock tizimli ravishda oldini oladi. Uchinchi usul hammasini bir vaqtda ol yoki hech nima olma qoidasi. Bu ushlab kutish shartini buzadi. Ya'ni vazifa barcha kerakli resurslarni bitta avtomatik amalda oladi. Agar bittasi band bo'lsa, hech kim ola olmaydi va kutadi. 4-usul timeout bilan qulflash. Muteks belgilangan vaqt ichida olinmasa, funksiya xato qaytaradi. Vazifa o'z resurslarini bo'shatib, qaytadan urinib ko'radi. 5-usul watchdog timer. Bu oxirgi himoya chizig'i. Dastur qotib qolsa, watchdog tizimni qayta ishga tushiradi. Endi 5 ta tipik xatolarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, kritik seksiyani uzun qilish. Natijada bloklanish vaqti va latency o'sadi. Kritik seksiyaga faqat resursning o'zi bilan ishlaydigan kod kirsin. Ikkinchisi, kritik seksiya ichida bloklanuvchi API chiqarish, ya'ni kutish yoki kechiktirish funksiyasi. Bu resursni ushlab turib o'zingiz uxlab qolasiz deganning gap bo'ladi. Uchinchisi, bloklanish vaqtini javob vaqti hisobiga qo'shmaslik. Formulada bu bor edi, yodlaringizda bo'lsa, uni 0 ga tenglashtirsak, hisob noto'g'ri chiqadi. Demak, bu ham xato bo'ladi. 4-si, protsessorni deyarli 100% yuklash zaxira qolmaydi. Har qanday kichik o'zgarish ham tizimni buzishi mumkin. 5-si, vsetni o'rtacha o'lchov asosida baholash. Bu eng jiddiy xato hisoblanadi. Vset o'rtacha emas, eng yomon holat deb aytib o'tdik ham. Endi darsimizni yakuniy xulosasini oladigan bo'lsak, 4 ta bandimiz bor. Birinchisi, har bir vazifa
C, T, D uchligi bilan tavsiflanadi. Rejalashtirishning maqsadi R kichik yoki teng D shartini kafolatlash edi. Bu uchlik butun nazariyaning tili, vazifani shu 3 son bilan yoza olmasangiz, uni tahlil ham qila olmaysiz. Ikkinchi bandda RMS statik prioritet davri bo'yicha kafolat chegarasi n karra 2 ni n dan 1 darajasi minus 1, n cheksizlikka intilganda chegara 0,693 ga teng bo'ladi. Uchinchi band. Bu yuqoridagi formulani hamma yodlab qo'yishi kerak. RMS ni statik prioritet davri bo'yicha kafolat chegarasini formulasi n 2 darajasi 1 taqsim n minus 1 degan formulani yodlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi band EDF dinamik prioritet deadline bo'yicha u kichik yoki teng bir sharti zarur va yetarli hisoblanadi. Lekin ortiqcha yuklamada EDF bashoratsiz bo'ladi. To'rtinchi bandni o'qisak, umumiy resurs kafolatni buzadi. Bloklanish vaqti chegaralanishi uchun PIP yoki PCP protokoli zarur hisoblanadi. Demak, keyingi mavzuda dasturiy ta'minotni loyihalash va VSETni tahlili haqida bo'ladi. Har doimgidek ma'ruzamizda takrorlashuvchi savollar bor. Bularni ko'rib chiqib, o'zlaringiz shunga moslab ishlashga harakat qilinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugun biz protsessor vaqtini taqsimlashni matematik asosini o'rgandik. 3 ta algoritm, 2 ta test va bitta muhim ogohlantirish. Bu resurs bo'lishilgandan nazariya tuzatishga muhtoj bo'ladi. Demak, sizlar uyga vazifa 6 ta savol va qo'shimcha hisob-kitob bo'ladi o'zlaringiz uchun va amaliyotda ham buni qaytadan takrorlaymiz. Darsni tushunmasangizlar qayta videolarni, darsni videosini ko'ringlar. O'zlaringiz ham o'qib chiqib yoki qo'shimcha ma'lumotlardan ham olib, o'qib, o'zlashtirishga harakat qilinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha hammaga xayr.